ishlaymiz. Bu temani sizlar bilmaydigan tema emas bu tema. 11-sinf Xudo xolasa mana plan bo'yicha o'tadigan temamiz uni yanvarda o'tiladigan edi. 9-10lar ham 9-sinf bo'lganmiz o'tganmiz. Sizlar ham 9-sinf mahalda o'tgansizlar. Bu sizlarga yangilik emas bolalar. Buni biz 2-sentyabrda birinchi o'q tarbiya soatida hamda sizlar shu tema bo'yicha yana bir bor yana eslatib, yana o'tganmiz sizlar bilan. Demak, mana 1924-yili va 2024-yilgi 100 yilligi Qora Qirg'iz avtonomiyalik oblasining tuzilishi mana hozirgi prezidenti jarlig'i bilan mana shu hozir nishonlanmoqda. Shu yili mana Qora Qirg'iz avtonom oblasi 100 yilligi munosabatlari bilan mana ish choramizda bugungi 11larda o'rtasida demak tegirik stol. Biz mana shu tema bo'yicha sizlar bilan suhbatlashamiz. Ularning vujudga kelishi O'rta Osiyoda ular aksir inqilobiy kuchlarning, ayniqsa bosmachilarning qarshiligi bostirilgach, O'rta Osiyoda milliy davlatlarga bo'lish imkoniyati yaratilgan. Va Turkmaniston nimasida Qirg'iz va o'zbeklar bir ish olib borishgan. Ular shahar ko'chalarda kezishib, odamlarni etnografik muhiti, geografik tomonlarini aniqlashib 1920-yili 30-dekabrda butun Rossiya bir syezdida Sovet sotsialistik ittifoqida uni naqa qilishgan, aytishgan, keyin shunday qilib yangi munosabatlar vujudga kelgan. Молодец. 1924-yilning 31-yanvarida Sovetlarning ikkinchi siyedi Stalin birinchi konstitutsiyasini tasdiqlagan. Yagona ittifoqdosh mamlakatning tuzilishi birikmalarni vujudga kelishini tezlashtirgan. 1924-yilning 24-yilning boshlarida Turkiston asrida bo'lib o'tgan syezdda bo'lib o'tganda unda ishtirok etgan qirg'iz delegatlari Qirg'izistonga avtonom birikma sifatida qaror chiqarishni so'ragandi. Lekin bu haligi Turkiston asrida yashab kelayotgan turkman, tojik, o'zbek xalqlariga avtonomiya berilgandan so'ng berilishi mumkindi. O'sha 1924-yilning sentyabr oylarida o'sha xalqlarning yashash hududlari hamda aholisini hisoblash bo'yicha ishlar yakunlandi. Bunga ko'ra Turkiston asrida yashayotgan qirg'izlar Yetsu, Farg'ona, Sirdaryo viloyatlarida yashab kelishgan. Ularning soni 860 ming kishi atrofida bo'lgan. Bundan tashqari Qomirda hamda G'arbiy Xitoyda 210 mingdan atrofida qirg'izlar yashaydi. 24-yili 4-oktyabrda butun Rossiya Markaziy ijroiya komiteti Qonun va Xiva Turkiston SSRning xohish istaklariga muvofiq va O'rta Osiyoda yashayotgan xalqlarni milliy davlatlarga bo'lish taklifi kiritildi va natijada inqilobga qadar ularni xohish istaklariga Qozoq, Qirg'iz, Turkman, O'zbek, Qoraqalpoq yerlari yana boshqatdan birlashdi. Yana 1925-marta Turkiston Kompartiyasi Tog'li Qirg'iz viloyatini tuzishga qaror qabul qilgan. Shundan keyin 6-marta tarkibidagi Norin, Pishbek, Qorako'l uyezdlari va Alyorta uyezdlarini tog'li qismiga kirgan markaziy Qo'qishor shahrida joylashgan. O'rta Osiyoning milliy hududiy taqsimlash masalasi Turkiston Kompartiyasi Markaziy komiteti, Turkiston va Markaziy ijroiya komiteti, O'rta Osiyoning byurosi a'zolarining va partiya sovet xodimlarining 1924-yil 10-martdagi bo'lib o'tgan syezdida qirg'izlar avtonom respublikasining xodimlari qo'shilgan va u yerda Rahmon Berdiyev so'zlagan. Boshlanishida. Yana-chi. Homina gapiring qizim. Shunday qilib Turkmaniston SSR, O'zbekiston SSR, Tojikiston avtonom
oblastlari tuzilgan. Keyin Buxoro va Xorazm respublikalarini o'zlarini kapital boyliklarini, ekin mollarini, ekin mollarini boyliklarini teng taqsimlab berishgan. O'rta Osiyoda vujudga kelishining sababi o'lka xalqlarni o'zlari baholashga, taqsimlashga o'zlariga belgilab bergan. 24-22 yillarda aytyapmiz. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, Sovet Ittifoqini nechinchidir syezdi deyapsiz. Sovet Ittifoqi degani u paytda dunyodagi eng katta davlat hisoblanganda. Eng katta davlat. Bu yerda 15 ta respublikani birlashtirib ushlab turgan davlat. Unda ya'ni 15 xil millat, 15 xil odamlar deganida u yerda. Ashuncha odamni ustidan chiqib o'zini ozgina bir xalqini, o'zini bir yerini ajratib olish maqsadida, o'zini davlatchiligiga asos solish maqsadida ashuncha odamdan, ashuncha to'plangan odamni turib gapirish, bu haqiqiy bu vatanparvarlik hisoblangan bu payt. Mana shu hozir otagimiz aytib o'tib ketdi, Siddiqov, O'rozbekov shularni. Bularni qilgan xizmatini jicha his qilish uchun hozir mendan aytib ko'rsak bo'ladi. Misol uchun shu tegarak stolda o'tkazgunimizda qancha harakat qildik. Men tegarak stolda hozir mana opagimiz o'quvchilardan iltimos qildik, jicha tasvirni videoga olib muhrlab qo'yaylik qilgan ishimizni. Videoga olyapti-yu, sizlar emas, biz ham jicha hayajon bo'lyapti-da. Hayajon nimaga? Buncha odamning ichida o'zining fikrini, to'g'ri fikrini aytib olish bu hayajon bo'lsa albatta. Endi sizlar bizda shunchalik bo'lyapti-yu, butun bir katta dunyoda bitta bo'lib turgan davlat ichida chiqib turib, kichkinagina bir O'rta Osiyoda bitta kichkinagina davlatni tuzaylik deb gapirish qanchalik anaqa mas'uliyat. Shuni his qilsak, lekin bilamiz bularning xizmatini shu. Siddiqovlarda, Abdurahmonovlarda, Aytmatovlarda qilgan xizmatini ashunda his qilamiz. Bular bizni kelajagimizni yaratib qo'ygan insonlar desak, adashmagan bo'lamiz.